Включи телевизор. Включил телевизор. Отключи телевизор. ОК. Выключил телевизор. Сделай в кондиционере 27 градусов. Готово. Установил 27 градусов. Молодец. Теперь сделай 30 градусов. Установил 30 градусов. Молодец. Теперь отключи кондиционер. Выключил. Assalomu alaykum. Gaz bilan svet limiti shu sovug'da yetmayaptimi? Yoshlik kulba YouTube'dagi kanal bunga yechim topdi. Rivojlangan davlatlarda energiya resurslari juda qimmat. Masalan, Germaniyani oladigan bo'lsak, 1 kilovat elektr energiyasi 46 sentga teng. Bizning pulda 5520 so'm bo'lyapti. Endi bular u narsani ekonom qilish uchun, ortiqcha elektr energiyasini sarflamaslik uchun uyga smart aqlli uy o'rnatishgan, shundan foydalanishadi. Hozirgi paytda mana o'zim ham Cheris Xitoy orqali Germaniya texnologiyasini Chig'atoydagi mana shu uyimga o'rnatdim. Xudo xolisa video oxirida ko'rsataman, qancha tokka, qancha gazni ishlatganimni bu oyga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimaga Cheris Xitoy deyapman? Xitoy texnikasi arzon, qulay ishlatishga va menga bor yo'q $30 ga aylandi. Sizlarga ham qancha manfaatli bo'ladi. Bu narsani o'rnatishga sabab bo'lgan narsa, to'g'risi, har kuni ishga ketishdan oldin двухконтурный kotyolni kechqurun salqin bo'lganda ko'tarish kerak. Kunduzi obedga isib ketganda bu konturni kotyolni pasaytirish kerak, bo'lmasam kunduz isib ketadi. Shu sababli o'rnatdim. Jonga tegib ketadi to'g'risi bu narsa. Endi bu narsani har kuni burab olmaslik uchun buni avtomatik qilib aqlli relay qo'ydim. Uyga aqlli smart uy o'rnatdim deb programmasini qilib o'rnatib normaga tushirib qo'ydim. O'zini o'zi kontrol qiladigan bo'ldi shunda. To'g'rirog'i smart aqlli uy o'zini o'zi Cheris konditsioner issiqlikni kontrol qiladigan bo'ldi. Bunga bizga kerak bo'ladigan narsalar, endi bu narsani chetga surib qo'yamiz. Bu narsa qizim o'yinchog'ini zaryad qilib beryapti. Xo'p, bizga aqlli relay kerak bo'ladi. Xo'p, ikki pult. Bu uydagi hamma pultlarni bunga registratsiya qilsanglar, hamma texnikalarni shundan boshqarasizlar. Mana bu temperatura bilan влажность datchigi. Bunaqa batareyadan ketadi. 1,5 oyda tugaveradi, almashtirish esdan chiqib qolaveradi. Shuning uchun men buni o'zim akkumulyatordan yig'ib zborka qilib qo'ydim. Xudo xolasa bu 8 oyga yetish kerak, bitta zaryad qilib qo'ysanglar, esinglardan chiqib ketadi. Bu har doimgidek elektron sigaretani akkumulyatordan yechib bitta zborka qilganman. Ichida 7 ta banka bor. Bitta plata qo'shdim, tokka kerakli darajada bunga yetadigan qilib chiqarib to'g'rilab berish uchun, ortiqcha tok bermaydi. Hop, yana bitta narsa, samodelniy увлажнитель yasadim. Masjidga sig'adigan idish qilib, ko'proq suv ketadigan, bo'lmasa oddiy kichkinasini chiroyligini sotib oldim. Bir kunga bormasdan har kun suv to'ldirish kerak. U ham jonga teggandan keyin magazin kirib, mashinadan qilib yasab qo'ya qoldim. Endi qo'l bola. Buni kattaroq yaxshi bo'lsa, o'shanaqasini olsanglar chiroyli turadi. Endi menda bu laboratoriyam o'zimda bo'lganligi uchun menda chiroyli nima ko'rinish kerak emas. Shuning uchun qo'ydim. Bu laboratorniy blok bitani xohlasanglar buni ham obzorini qilib beraman. Akkumulyator bilan ishlayapti. Zaryadkasi tugabdi. Buni o'chirib qo'yamiz. Qizim xursand bo'ladi. Men qizim o'ynayver. Shu 4 ta narsa smart uyni boshqarishida o'zining funksiyalari bor. Misol qanaqa ishlaydi? Endi bu narsalar Cheris telefon oblakaga ulanadi, Cheris oblaka boshqariladi. Smart Light degan programma boshqaradi. Bu narsa uy temperaturasi bilan namligini o'lchaydi-da, oblakaga jo'natadi. Oblaka обработка qiladi-da, kerakli signal, misol konditsioner yoqib o'chirishi bunga jo'natadi. Bu konditsionerni o'chirib yoqadi. Bu двухконтурныйni boshqaradi. Endi bularning kombinatsiyasini hammasini bitta qilib programmasini yozib turib, telefondan oblakaga joylab qo'yadigan bo'lsanglar, smart uy uylarni aqlli rejimda boshqarib, ortiqcha ketadigan energiyani kesib kamaytirib berib turadi. Imminni ortiqchasini kesib turadi. Masalan, kunduzi misol obedda uy gradusi 32 gradusga chiqib ketadigan bo'lsa, u o'shani 22 gradusda ushlab turadi. Men 22 ni mo'ljallab qo'yganman programmamda, 22 gradus uy постоянно suvni ham, suvni ham qanaqa bo'lsa ham 20 gradusda 22 gradusda turadigan qilib qo'yganman. Klimat kontrol o'rnatilgan bu orqali. Konditsioner bilan двухконтурный kotyol gibrid bo'lib ishlaganda uyga bu quritib tashlaydi. Konditsioner namligini olib qo'yadi uyga. Shuni hisobiga mana shu narsa kerak bo'ladi. Влажнитель. Влажнителni ham men bekorga 4 ta qo'ymaganman. Sababi bittaligini qo'ysam bu yetmadi. 40% dan 60% gacha bo'lsa uyda komfortli влажность bo'ladi. 30% dan oshmadi. Shuni hisobiga 4 talik qo'ydim. Hozirgi paytda bir 45-40% влажность ushlab turadigan bo'ldi. Buni ham bu boshqaradi, ko'payib ketsa o'chirib, kamayib ketsa yoqib turadi. Buni ham mana bu narsa orqali boshqariladi. Mana ulab qo'yganman. Bu ham zaryadkadan ishlaydi. Telefon zaryadkasidan ko'p narsa asnoviy telefon zaryadkasidan ishlaydi. Ili batareyka, ili telefon zaryadkasida ishlaydi bular.
Wi-Fi orqali ulab, programmasini qilib kirgizib qo'yiladi. Men hozir endi programmasini qilmadim, video cho'zilib ketmasin degan maqsadda. Bitta narsa aytib o'tish esdan chiqdi. Bular menda yozda rosa effektiv ishladi. Sababi konditsionerni sovutishga ishlatganda uyda klimat kontrol bo'lib 21 gradusda to'g'irlab qo'yganimda, uyga polniy 21 gradus ushlaganda bir kunda bulasiz ishlaganda 20 kilovat menda tok ketyapti. Buni o'rnatganimdan keyin 12 kilovatdan oshmadi. Har kuni 8 kilovatdan ekonom qilishni boshladi. Shunda bulasiz ishlatganimda bir oyda 600 kilovat ishlatayotgan edim. Konditsioner, bitta konditsioner bilan butun uyga. Buni qo'yganimdan keyin 360 kilovatga tushdi. Normalniy ekonom qilyapti. Klimat kontrolli, komforti zo'r, yozda dim havoda kechasi uxlolmaydigan bo'lsangiz, 100 gradusini cho'tki qilib, odamga yoqadigan temperaturada beradi, odam maza qilib tilib uxlaydigan bo'ladi. Hozirgi paytga kelib, gazni ham bu orqali boshqarib to'g'irlab qo'yaman. Tokki ham bular ekonom qilib berganning hisobiga hozir ko'rsataman qancha ishlatganimni. Gazni HGT programmasi bilan tekshiramiz. Mana yanvar oyiga 502 ishlatibman. Endi tokki o'zim programmam bor, Smart Life. Boyga ketgan Smart Life programma mana shu holat. Xo'p, Smart Life ga kiramiz. Mana hozirgi paytgacha ishlatganim 208. Limitdan ozgina oshgan, lekin unaqa katta raznica beradigan oshmagan. Bu degani bugun 30-chisla bo'lsa, yo'q, bugun 31-chisla aytganda, 31-chislaga bu limitdan endi ozgina chiqdi degani. Ammo HGTda qani HGTimiz? Xo'p, 31 bo'lsa, bu 30-gachani 30-chislasinikini kirgizgan. Bugun kechqurun misol to'g'rirog'i ertalab kirgizadigani, bunga yana 17 tala qo'shsa kerak. Chunki gazim normada ishlayapti hozirgi paytda 17 kuba ketadi. Chunki kecha ham misol 17 ketgan ekan, demak 16 ta ketadi. Hozir sal pasaytirdim gazni. Shuni hisobiga. Kecha o'sha balandroqda ishlayapti. Men o'zim misol -2 dan u yog'iga konditsioner yoqmayman, gazni kuchaytirib qo'yaman. Bu oy ham shunaqa ishlatdim. Shuni hisobiga 502 bo'ldi kuba. O'tgan oyi unaqa ishlatmadim. Men dekabr oyida konditsioner sovuq havoda ham ishlayverdi. Hop, shunda menda 413 kuba ishlatdim. Hozir uni ham ko'rsataman. 25-yilni belgilaymiz. Hop, bo'la qo'shlar. Mana dekabr oyida mana ko'proq konditsioner ishlatib, gazni kamroq ishlatdim. Endi sovuq kunlarda haqiqatdan ozgina o'chirib qo'yib gazni kuchaytirib ishlatganimda, bu oyda unaqa narsani misol ko'proq qilib, ko'proq gaz ishlatdim. Lekin o'tgan oyda mana 413 kuba ishlatganman. Dekabr oyida ham o'zingizlar bilasizlar qanaqa sovuq bo'lganini. Xullas, gaz limiti nisbatan yetyapti. Bunaqa har kuni 50 ming, 100 minglab to'lashim yo'q. Uyimning kvadrat metri 70 kvadrat. Shorts videoda aytib o'tdim, uy energiyasini ekonom qilishda 4 ta usuldan foydalandim. Birinchi usul smart aqlli uy bo'ladigan bo'lsa, unda uyga ortiqcha qizib ketishida klimat kontrol datchiklar yordamida o'chirib, ortiqcha qizishini ekonom qiladigan usul bo'ladi. Ikkinchi usulda 80-yillardan beri ishlatiladigan salafan qo'yish. Maktablarda hali ham ishlatyapmiz buni. 80-yillardan beri bor bu usulimiz. Uchinchi usul. Men maksimalni harakat qildim. Uyda maksimalni energiya ekonom qilishdi. Uchinchi usulda mana shu datchik yordamida двухконтурный kotyolda uydan chiqib ketib mehmonga borasizmi yo tog'ga dam olganda borasizmi, uyda energiya misol yoqish shart emas shu paytda. Men misol mehmonga ketganimda asnoviy ishlatyapman shu narsani, uyda hech kim bo'lmaydi. Mashina telefonda buni boshqaraman, buni o'chirib ketaman. Bu двухконтурный kotyolni полностью o'chiradi. Kelgunimcha bir 8-9 kuba gazni ekonom qilib beryapti. Yo'lga chiqishimdan oldin, yarim soat oldin yoqib qo'yaman. Kelguncha uy isitishni boshlaydi. Agar jihat to'g'ri sovuq bo'ladigan bo'lsa, konditsioner yoqaman, 5 minutda isitib qo'yadi. Konditsioner juda ham tez isitadi. Bu uchinchi usul edi. To'rtinchi usulda smart uy yordamida xonalarni bo'lib kerakli xonalarni isitib, energiyani ekonom qilamiz. Bu mana uyim chizmasi. Xo'p, bunda qanaqa ishlaydi? Kunduzi konditsioner detskiy bilan zalni isitadi. O'zbegimiz spalniyasi kunduzi yopib turadi. Xo'p, kechasiga zal eshigini yopasizlar-da, bu yerda ochasizlar. Endi bolalarning ovozini baribir eshitib turish uchun mana bolalarim kichkina spalniyaning eshigini ochib turadi. Zal yopiq, bu ikkita ochiq bo'lgandan keyin konditsioner faqat mana shu ikkita xonani isitadi. Qolgan xonalarni 15 gradus, 18 gradusda двухконтурный kotyol ushlab turadi. Xullas, shu 4 usuldan foydalanib, datchiklarni to'g'ri programmasini berib qo'yib, to'g'ri o'lchamlarini, parametrlarini berib qo'ysanglar, uyinglar aqlli uyga aylanadi. Shuni orqasidan ancha-muncha ekonom qilib olasizlar. So'z isboti bilan счетчик показанияларni ko'rsatamiz. Dekabr oyida HGT programmasidan dekabr oyiga 413 kuba gaz ishlatdim. Lekin bu yerda men ko'proq svet ishlatishga harakat qildim, gazni maksimalni ekonom qilishdi. Tak, elektr energiyamizni hop, dekabr oyiga 283 kilovat ishlatdim men.
tokki ko'proq ishlatdim, gazni maksimalni ekonom qildim. Yanvar oyida 31 kunda 522 kuba gaz ishlatdim men. Lekin bu yerda to'g'risi gazni ekonom qilmadim, bemalol ishlatib bunaqa ekonom qilib nima qilmadim. Tok gazdan ekonom qildim, chunki quyosh panelidan menga 1000 so'mdan tok beradi. O'sha puldan olib gaz yopib oladigan bo'lsam, menda hozir katta razlika bermaydi. Bu oyga elektrga menga 280 ming atrofida pul beryapti. Quyosh panelim. Shu puldan plus minus qilaman dedim. Endi yaxshiroq agar tok sotiladigan bo'lsa dedim. Endi havo bulut bo'ldi, boshqa bo'ldi. Unaqa katta summa bermadi elektr ham. No, baribir tokim tekin bo'ldi. Gazimni yarim pulini chiqarib beryapti. Uyga ishlatgan tokim yanvarga 212 kilovat ishlataman. Lekin butun oy klimat kontrol ishladi. U 20-22 gradus orasida issiq komfortli bo'lib yurdi. Odam sovigani ham yo'q, isib ketgani ham yo'q. Xo'p, quyosh panelim menga hozir agar ko'rsatsa, hozir ko'rsatmayapti, 281 ming to'laydigan. Sotgan tokim 281 mingni tashkil qilibdi. Endi men uni plus minusini qilib tashlasam, 260 ming yanvar oyiga to'lagan bo'lar ekanman. Quyosh panelidan olib gazga to'lab yuborsam, plus minusini qilsam. Menda quyosh paneli yo'q, umidvor o'rnatsam qanchaga tushadi deganlarga, bu tok puli, bu gaz puli. 670 ming atrofida to'lanar ekan. Endi o'zingizlarning to'lovinglar bilan bitta solishtirib ko'ringlar. Nech puldan to'ladinglar, kommentariyaga yozinglar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Qolganlarda ham qancha ketdi. Lekin bu imенно 70 kvadrat xonadonga. Mani uyim kattaroq, bu narsa menga to'g'ri kelmaydi desanglar, qo'shimcha yana datchiklardan qo'shasizlar, konditsioner qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, kattaroq uyga baribir ko'p energiya ketadi, baribir ekonom qilib beradi. Faqat o'sha datchiklarga bitta bo'lmaydi, ikkitadan bo'ladi. U xonaga alohida, bu xonaga alohida ekonom qilganning hisobiga bu yerda ham normalniy ekonom qilib beradi. Smart uyga yana bitta fishkasi, gazni xohlagancha regulovka qilsanglar bo'ladi, kamroq ko'proq. Keyingi oy yo'qda xohlasa 500 limitdan chiqib ketmaydigan qilib regulovka qilib, uni ham pokazaniyalarni keyingi oyi tugashiga ko'rsataman. Video qilib. Soat 3:30 bo'ldi kechasi. Mehnatimizni qadrlab like bosib qo'yarsizlar. Aqlli konditsioner yoqib yubordi. Gibrid sistema ishga tushdi. Bu kontorni bilan bu kelishib ishlashadi. 5 minutda o'chadi bu. 5 minutda o'chgandan keyin 1 soatda uyum sekin 2 gradusga pasayadi. Keyin shu bilan 1 soatdan keyin yonadi. Uyum 1 soat 2 gradusga pasayadi. Shunda 1 soatda arzimagan tok yeydi bu. Bu kontorni 2 barobar kam gaz yeydi 1 soatda. Ikkalasini gibrid qilib bir-biriga bog'lab qo'yganman. Aqlli uy yordamida. Hozirgi paytda o'zim ham komanda yig'dim. Hozir quyosh paneli o'rnatyapmiz. Kimga umidvor quyosh paneli o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam berib, maslahat desanglar maslahat, ustanovka qilib berish kerak bo'lsa, ustanovka qilib beramiz. Hozirgi paytda o'zimiz boshladik. Bahordan boshlayman dedim, bu buyog'iga tezlashib ketdi, so'raganlar ko'payib ketdi. Ishlab yurgan komandani o'zini birlashtirishga taklif qildim, bolalar ko'rinishdi. Shular bilan birga opti bor bolalar o'zi qo'yib, anchadan beri qo'yib yurishibdi o'zi. Shu bolalar bilan birga xizmat qilamiz. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan yozinglar, chiroyli qilib o'rnatib ishga tushirib beramiz.